85 million so'mga 7 metrli oshxona mebelini olgan bo'larmidingiz? Bitta ko'rib baho berib qo'yasiz. Yevropa texnologiyasi bo'yicha ishlab chiqarilgan ekan. Xudo xolasa biz hozir Andijon shahriga yetib keldik, ya'ni eski shahar deb qo'yishar ekan. Ko'ringlar, bitta obzorni xudo xolasa sizlarga chiroyli holatda qilib beramiz. Mahmudjon akamiz bilan sizlarga obzor qilib beramiz. Xudo xolasa bundan tashqari eng arzonlari 1 million 800 ming so'mdan boshlanar ekan. Lekin buni pagonometrini ostilariga qanchaligini aytib beramiz. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Rahmat, Alloh yaxshi. Xo'p, aka bu 85 million so'mga bir arziydigan sabab aytingchi aka. 85 millionga arziydigan sababi ko'p. Puli pashta o'zi bilan ketadi. Bizda katta foydagarchilik olmaydi. Sababiyat aka. Xo'p, bu high-tech uslubi hozirgi kunda eng ommabop bo'lgan dizayn. Endi buni nimaga 85 million ketgan? Faqat shu ish uchun, shu proyekt uchun ketgan. Shuni hisobiga men bu alyuminiy ramka $125 kvadrati. Ammo oynani o'zi, petlasi bor aka, Hettich firmaniki, Nemetskiy, high-tech uslubga Hettich o'zidan qilganmiz. Donasi 70 mingdan aka, endi nechta ketgan bunga? Juda ko'plik. Mana bu diodlar. Keyin Egger firmaniki, Avstriyani brendi. Laminati Eggerdan. Nima bunisi? Nima desam ekan? AGT'diki bu. AGT. Ikki tomonlama bo'ladi. Ya'ni ichki tomoni ham bir xil holat, tashqisi bilan. Обычный listlar aka 500 ming, 600 ming atrofida bo'lsa, bu 1 million 900 ming atrofida. 1 million 900 ming. Bitta bundan 10 ta keladi oddiy ishlarda. Bu o'ta kapris. Keyin buni suvaylari ham aka mana 2 qavatli bo'lgan. Qalinligi, ha, 3.2 bo'lgan. Bu eshik qana ochiladi buni? Buni o'zini bosilgan holati suxoy xoladayni deb qo'yamiz. Suxoy xoladayni. Ha. Buni mexanizmi aka $700 dan 1.5 minggacha. 1.5 minggacha. Mexanizmni o'zi haqida gaplashyapmiz. Mexanizmni o'zi 1.5 ming dollar. Mo taxtalari boshqa. Yo'q, o'zalik bir xil odamlar bor-da, misol uchun 70 ming dollarga ham, 50 ming dollarga ham, 100 million so'mga ham oshxona mebelini bemalol olishga qubri yetadi. Ha, bor unaqa insonlarimiz ham. Endi hali nima desam ekan, har bir nimani o'zlari bo'lgandek, premiumda me'yoriday narsa. Me'yoriday narsa. Bundan qimmatlar ham bormi sizga? Ha, bor aka. Bundan qimmatlar. Eng qimmati nechga o'rnatib bergansiz aka? Eng qimmati aka 9800 ga o'rnatib. 9800. Pashta 120, 110 million atrofida bo'ladi pashta. Mashalloh, juda ham zo'r. Shu ishni o'zi yoqqanidan aka $200 ustalar beraverdi. Ichim chiqib keladi. Shu bitta pachka osmon ekan. Rangi ham chiroyli ekan, lekin bu qanaqa rangni qo'yamiz endi? O'sha Agata firmaniki Matavi Forest Green deb qo'yadi. O'sha yashil rang. Xo'p. Keyin mana bu tortmalarida aka o'zgacha maza bor. Tortmalarida. Voy mashalloh. Tandem solyasiyada pastdan ochiladi. O'zi aka qarayman, tabiiy holatda qanaqa aka? Qiynayaptimi yo diqqat qilyaptimi? Yo'q. Endi bu hozir mexanizmi hozir bo'shligida yaxshi kirib ketyapti. Endi pustoy holatda yaxshi tortib kirib ketyapti endi. Bu yuk olganda qancha nima qiladi? 46 kilogacha oladi aka. 46 kilogacha. Mana shuni o'zi pastidagi boshqacharoq, sal og'irroq, 56 kilogacha. Biz o'zimiz o'sha hisobini qilganmiz, chunki tepada misol mana bu yerda qoshiq boshqalar bo'ladi. Menga ko'p narsa qo'ya olmaydi. Pastiga endi saqlab qo'yish, nimadir qo'yadi. Har bir holati o'zini dizayni bo'yicha qilingan, xudo xolasa. Mexanizmlar ham transformer bo'lyapti-ku. Endi $15 bo'ladi, bo'lmaydi. $15. Voy. Xo'p, bunisi ham ochiladimi? Bu akali yog', baklashkali narsalarga soya. Mana bu shu holatdagi narsalar uchun kargo deb. Baklashkali, shunga o'xshagan narsalarga. Baklashkali bo'ldi, jamiki narsalar. Xo'p, bunisi-chi? Bunisi endi standart tortma. Standart tortma. O'zi qanaqadir nimaga ishlata oladi. Xohlasa bu yerga kirib mashinani o'rnini qilib berishimiz mumkin. Bu qanaqa ochiladi? Bu shu erinchoq odamlar uchun oyoqda ochiladi. Ha, boshqa holatda ochiladi. Ha, bu oyoqni qo'l ishlatish kerak yo'q. Yopib qo'yib turib, kelib turib, bunday qilib turib. Ha, shu holatda olib ketib. Buni itarib qo'ysa ham bo'laveradi. Juda ham yaxshi. Xo'p. Bu tomondagisi. Ichini chuqurligi ham juda chuqur ekan, ha? Ha, aka misol standart o'zi 600-550 bo'ladi. 60 sm, 55 sm. Buni asha bir 58 ga moslaganmiz. Chunki mana bu yerda naborlarimizni hisobini ancha bir рабочий zonani kengroq ishlashini hisobini olganmiz. Endi bunga tashqari misol uchun moyka yoki qanaqadir joylar qo'yib ketsa bo'ladimi aka? Ha, o'zi qo'yib shu holatda misol mana siz oldingizga shu 60 tashalarda рабочий zonaga joy qilib turib, mana shu yerdan moyka boshlanadi aka. Men bu yerga gaz bo'lib o'zi hisobi chiqib keta oladi. Prosta bu oshxona holatda ishlatilmagani uchun biz shu posonni qilganmiz. O'zi misol internetda ko'radigan bo'lsak ham Yevropa o'zi polni hamma yo'qda haligi ruchkasiz fasonga o'tdi. Ha, o'zi shunaqa. Ruchkasiz fasonga nima tortmalarga ham ruchka shart emas deyapti-da, to'g'rimi? O'zini bosib qo'ysa ishladi. O'zini bosib qo'ysa.
Bu endi hozir high-tech fason deyiladi shunaqa. high-tech. 3 etajli bo'lgani uchun high-tech deyiladi. 2 etaj ham high-tech deyilaveradimi? Yo'q, u o'zi high-tech emas, shuna skromniyroq holatda. Skromniyroq, ya'ni ruchkasiz fazonini high-tech desa bo'laveradi. Juda yaxshi. Bitta ham bor ekan, unaqa tortmasdan. Bu narsa asha kechqurunlarda nima bo'lsa bir qandaydir bagatiyroq ham ko'rsatadi. O'zi oshxona mebeli, misol biz erkaklarda mashinamiz bo'lsa, ayollarda mashinasi bu. Ayollarda mashinasi. Misol erkaklar mashinada kunda 10 soat yursa, ayollar oshxonada 10 soat yuradi. Mashinga udobstvoni bera olish kerak. Ayollar mashinga komfortiga e'tibor qila olish kerak. Agar misol men o'zim o'ylagan ma'nodagi holatda mijozlar bo'lsa, yana bitta masala aka, bu endi misol suvga qanaqa chidamliligi? Suvni chidamliligida aka bu Egger firmaniki bor. Kuxnya bo'yicha o'zi Egger firmani materiallari ancha ilg'or. Bir kun biz o'zimiz tashqarida mana shu yerda ochish jarayonida qolib ketib qoldi qorda tagida. Asha bitta tumbaga o'xshagan stolchamiz bor edi. 2 haftadan oshiq turdi. Suv ichida. Suv shunaqa bo'lib, tashqarida, tanlovda. Ishdimi bo'lmadi? U darajada ishmadi. Menda videosi bor, sizga tashlab beraman. O'shani keyin qo'yib berasiz. Ana shunda realni ishonch bo'ladi. Xo'p, yana bitta masala aka. Misol uchun mana shuni hozir 85 million deyapmiz, a? Ha, shu holatini. Mana shu holatda misol uchun 50 millionga tayyorlab bera olasizmi? 30 millionga tayyorlab bera olmayman. 30 millionga tayyorlab bera olasiz. Sababiyati mexanizm bilan materialida. Shunaqa razmerda, shunaqa balandligi, ha, shu 3 metrga. Shu rangda, shu rangda kombinatsiya qilinganda, misol uchun 30 million so'mga tayyorlab bera olasiz. Chunki aka bizda bazis programma bor. Bazis programma bo'yicha ishlaymiz. Materialni, furnitura yoki mexanizmni, stolechnichka, tosh hammasini hisobini qilib turib ketgan material uchun hisob olamiz biz. Prosta biz Andijon misoli emasda marketing bo'yicha pagonometr urf bo'lib qolgan, pagonometr haqida gapiriladi. Biz ham bazisdan hisoblab turib pagonometrga bo'lib manaqadan tushib deb qo'yamiz. Hozir buni uzunligi necha metr edi? 7 metr aka. Balandligichi? 320. 320 ga 7 metr. Hozir bir pagonometr nechta chiqyapti mashina? Misol uchun hozir 7 metr bo'lsa, hammaning ham oshxonasi 7 metr emas. 5 metrli oshxona bo'ladigan bo'lsa, pagonometri nech puldan chiqyapti? Xuddi shu holatdagisi. Shu mexanizmlar, shu ko'rinish 12 million 142 ming so'mdan tushyapti. 12 million 142 ming so'mdan bir pagonometri chiqadi. Ya'ni balandligi 320 ga 7 metr. Ha. Endi kimdir misol mana bu mexanizm menga kerak emas deydi, yana narx tashlaydi. Narx pasayadi. Ha, kimdir misol ma tandem kerak emas deydi, boshqacharoq qilib ber, solyasiya qilib ber deydi. Ko'rinishda o'zi bir xil bo'lgan bilan ichida detallar, mexanizmlari farq qilib qo'yaradi. Material, misol mana aka, mana bu yerda Egger bilan kranashpan degan narsa bor. 1 minutga vaqt olaman ko'rsangiz, qarang. Mana shu listda menga hech qaysi biridan farq topib bera olmaysiz. Mana shundan mana shu pastigacha. Eslatib olasiz. Shu holatda hech qanaqa farq topa olmaysiz. Mana buni listda 400 ming, 350 ming, 380 ming, ha bularga aka 780 mingdan 950 minggacha. Hammasi sifatiga yarasha. Ha, o'zi ikkovi ko'rinishi bir xil narsa-da. Lekin ikki xil nima beradi. Ha, mana bu aka chidamliligi, Egger boshqaliklari, kile quyilishlari, uni mana laminat yopishtirishlari, uni qaysi paraxadan olib displayda qilganlari har bir nimasi ilg'or ishlangan. Bunda spannerlar uchun bo'lib qolgan bu. Xo'p, hozir bitta hozir ko'rsatilgan hammasi rangi har xillardan bor. Ha, shu bizda bir 320 dan ortiq material bor do'konda o'zida, showroomda o'zida. 1800 dan ortiq tanlash imkoniyati bor. 1800. Ha, katalogimiz bor, undan muammo yo'q. Lekin do'konda o'ziga siqqani endi joyda geografik holati bo'yicha 320 dan ortiq material sig'di. Xo'p, aka, misol uchun men oshxona mebelini tanlatmoqchi bo'lsam, tanlayotganda men rangi qaysi bir kombinatsiya bo'lishini bilmayman. O'zlaringda misol uchun qanaqadir kategoriyalar yo dizayn qilib berish xizmati. Mana yana boshida aytgan gapim, mana shu bazis programma bo'yicha chertojini chizamiz. Chizgandan keyin sizga rangini boshqa kollaboratsiyasini ko'rsatamiz. Mana bunaqa bo'lyapti, bu bunaqa bo'lyapti. Keyin undan keyin mana bu garantiya kitobimiz bor bizda aka. Garantiya kitobda astoydil fokus qaratilingan. Mijozni ismi, tanlangan materiali, rangi,